darslaringizni eshitganimizda o'zi maza qilamiz, ko'rganimizda ko'zlarimiz quvonadi, qulog'imiz rohatlanadi, maza qilamiz. Keyin takroriy ustozalar nihoyatda shirin so'zlik bilan shunaqangi muloyim ovozlarni eshitsak maza qilib dars qilamiz. Judayam yoqdi. Men muallim Sonining bolalik paytimdan 56 yoshdaman. Bolalik paytimdan ko'rib kelganman bunida, lekin bunaqangi men endi bo'ldi harflarni o'qidik deb yurardik, lekin mana hech qachon sukunli nun tanvini hech qachon tushunolmaganman. Qanaqa qilib ajrataman masalan, idg'omni men birinchi marta idg'omni siz tushuntirganingiz, shundoq qilonga ziriylik qilib qoldi. Men uchun juda ham katta kashfiyot bo'ldi. Onam qancha o'rgatganlar, singlim o'rgatgan, lekin boshimda kasha bo'ladi. Birinchi marta g'unnali, g'unnasiz idg'om o'zi qaysi nechta harf yodlab, shunaqa miyamga joylashib qoldi. Metodikangiz nihoyat darajada yoqdi menga. Uni 50 martani juda ham zo'r ekan, effekti zo'r bo'lar ekan haqiqatan. Qanchalik takror. Mashalloh. Yodlab olgan suralarimni ham misol uchun hozir уже og'zimda уже miyamga o'rnashib qolgani uchun yo'g'on o'qing deganida singlim aytsa hech ajrata olmasdimda, go'da yo'g'on go'da ingichka o'qib ketaverardim. Hozir уже o'qiyotganimda avtomatik уже yo'g'on chiqib kelyapti, kasroli bo'lgan. Ya'ni to'liq angladingiz-da. O'qish bilan anglash boshqada, mashalloh, juda ham xursand bo'ldim. Bu darajada ko'p narsalarni to'g'rimi? Lekin maza qildik. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Mashalloh, foydali bo'lsin. Feruza, Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham necha yoshdaman dedingiz? 56. Mashalloh, shu yoshda turib, shunchalik aktiv bo'lib, shuncha zo'r topshirdingiz imtihonlarni ham. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Yoshlarga o'rnaksiz, mashalloh. Barakalloh fik. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin ustozim. Rahmat.